Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Xulosachi kanalidasiz va men Doston Jonuzoqov siz bilan birga. O'tgan suhbatimizda biz miyamizning o'zi bizni qanday qilib tasodif borasida aldashi mumkinligini ko'rib chiqdik. Keyingi aql xatoligi, narrativ xatolik, tasodifiyda qonuniyat izlash va shovqinni signaldan ajrata olmaslik kabi kognitiv biaslar bizning dunyoni idrok etishimizni qanchalik buzishi mumkinligini muhokama qildik. Xo'sh, agar miyamiz bizni aldar ekan, endi savol tug'iladi. Tasodifning o'zi hamma joyda bir xil kuchga egami? Yoki uning ham turli shakllari, turli o'yin qoidalari bormi? Nega ba'zi sohalarda natijalar deyarli bir xil, boshqalarida esa keskin farq qiladi? Bugun biz aynan shu savollarga javob izlaymiz. Nassim Talebning Tasodifga aldanganlar kitobining 3-qismiga sho'ng'ib, tasodifning tengsizligi, ya'ni asimetriya hodisasi haqida gaplashamiz. Shuningdek, nima uchun o'tmishga qarab kelajakni bashorat qilish ko'pincha xavfli ekanligini ko'rsatuvchi induksiya muammosini va hayotimizni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan kamyob, ammo katta ta'sirga ega hodisalar, qora oqqushlar konsepsiyasiga kirish qilamiz. Demak, tasodifning yanada chuqurroq sirlarini ochishga tayyor bo'lsangiz, boshladik. Tasavvur qiling, siz 1000 ta odamning bo'yini o'lchadingiz. Ularning o'rtacha bo'yi deylik 170 sm chiqdi. Endi shu 1000 kishiga dunyodagi eng bo'yi uzun odamni qo'shsangiz, o'rtacha bo'y qanchalik o'zgaradi? Unchalik ko'p emas, to'g'rimi? Chunki inson bo'yi kabi ko'rsatkichlar ma'lum bir chegara ichida, o'rtachaga yaqin taqsimlangan. Taleb bunday muhitni mediokristan deb ataydi. Bu yerda bitta ekstremal hodisa umumiy manzarani keskin o'zgartirmaydi. Bashorat qilish nisbatan osonroq. Endi tasavvur qiling, siz o'sha 1000 ta odamning yillik daromadini hisobladingiz. O'rtacha daromad deylik $20,000 chiqdi. Endi shu guruhga Jeff Bezos yoki Elon Musk kabi bir milliarder qo'shilsa-chi? O'rtacha daromad keskin, hatto bir necha barobar oshib ketishi mumkin. Chunki boylik taqsimoti inson bo'yidan farqli o'laroq juda notekis. Bitta ekstremal qiymat butun o'rtachani buzib yuboradi. Taleb bunday muhitni ekstremistan deb ataydi. Mana shu hodisa natijalarning notekis, bir tomonga og'gan holda taqsimlanishi asimetriya yoki skewness deyiladi. Ekstremistan dunyosida bu dunyoga moliya bozorlari, kitob sotuvi, ilmiy kashfiyotlar, san'at asarlari mashhurligi, urushlar va boshqa ko'plab muhim sohalar kiradi. Natijalarni o'rtacha ko'rsatkichlar emas, balki aynan kam sonli, ammo juda katta ta'sirga ega bo'lgan hodisalar belgilaydi. Masalan, bir yozuvchining yuzlab kitoblari o'rtacha sotilishi mumkin. Ammo uning bitta bestseller kitobi keltirgan daromad qolgan barchasidan ko'proq bo'lishi mumkin. Yoki venture kapitalist yuzlab startaplarga pul tikib, ko'pida pulini yo'qotishi, ammo bitta Google yoki Facebookka o'xshagan kompaniyaga qilgan investitsiyasi barcha yo'qotishlarni bir necha barobar qoplab, uni juda boy qilib yuborishi mumkin. Ekstremistan dunyosining asosiy xususiyati shuki, bu yerda an'anaviy statistika, o'rtacha ko'rsatkichlar va normal taqsimot qo'ng'iroqsimon egri chiziq deyarli ishlamaydi. O'rtacha ko'rsatkichga ishonish sizni juda qattiq aldashi mumkin. Xo'sh, agar dunyoning ko'p muhim qismi ekstremistanga tegishli bo'lsa va u yerda o'rtacha ko'rsatkichlar ishlamasa, biz kelajakni qanday bashorat qilishimiz mumkin? Ko'pchilik nima qiladi? Albatta, o'tmishga qaraydi. Agar biror narsa uzoq vaqt davomida barqaror bo'lgan bo'lsa, demak, kelajakda ham shunday bo'ladi deb o'ylaymiz.
ammo Taleb bizni ogohlantiradi. Bu juda xavfli yondashuv. Buni u induksiya muammosi orqali tushuntiradi. Induksiya bu cheklangan sondagi kuzatuvlarga, ya'ni o'tmishga asoslanib, umumiy xulosa, kelajak haqida qonun chiqarishdir. Falsafada bu muammo uzoq vaqtdan beri muhokama qilinadi. Ammo Taleb uni amaliyotga, ayniqsa tasodifni tushunishga qo'llaydi. Uning eng mashhur misoli kurka misoli. Tasavvur qiling, bir kurka fermada yashaydi. Har kuni ertalab fermer kelib, unga don beradi. Kurka uchun har bir o'tgan kun bu uning xavfsizligi va farovonligi haqidagi yana bir dalil. U 1000 kun davomida kuzatadi va xulosa qiladi. Fermer meni yaxshi ko'radi. U har kuni menga ovqat beradi. Demak, kelajakda ham shunday bo'ladi. U o'zining induktiv xulosasiga tobora ko'proq ishonadi. Ammo 1001-kun keladi. Bu shukronalik kuni. Va kurkaning butun o'tmish tajribasi uning kelajagi, ya'ni so'yilishi haqida mutlaqo hech narsa demagan bo'lib chiqadi. Kurka kamyob hodisani o'zining o'tmishdagi dalillariga asoslanib bashorat qila olmadi. Biz ham ko'pincha o'sha kurkaga o'xshaymiz. Uzoq vaqt davom etgan iqtisodiy barqarorlik, bozorlarning o'sishi yoki shaxsiy hayotimizdagi osoyishtalik bizni kelajak ham shunday bo'ladi degan xato ishonchga olib keladi. Biz bu hech qachon sodir bo'lmagan yoki bu biz bilan sodir bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Ammo induksiya muammosi shuni ko'rsatadiki, o'tmishdagi dalillar kelajakdagi kamyob, ammo halokatli hodisalarning oldini olish yoki bashorat qilish uchun yetarli emas. Ayniqsa ekstremistan dunyosida. Induksiya muammosi bizni tabiiy ravishda keyingi muhim tushunchaga olib keladi. Bu kamyob, ammo katta ta'sirga ega hodisalardir. Agar o'tmish kelajakni bashorat qila olmasa, ayniqsa ekstremistanda, unda natijalarni nima belgilaydi? Talibning javobi ko'pincha aynan mana shu kamyob, kutilmagan hodisalar. U bu hodisalarni tasvirlash uchun qora oqqush metaforasini ishlatadi. Bu atama qayerdan kelib chiqqan? Uzoq vaqt davomida Yevropada barcha oqqushlar faqat oq bo'ladi deb hisoblangan. Chunki 1000 yillar davomida faqat oq qushlar kuzatilgan. Bu isbotlangan fakt edi. Ammo keyin yevropaliklar Avstraliyaga borib, u yerda qora oq qushlarni ko'rishadi. Bitta kuzatuv, qora oq qushning topilishi 1000 yillik isbotlangan ishonchni bir zumda yo'qqa chiqardi. Demak, qora oq qush hodisasi quyidagi 3 ta asosiy xususiyatga ega. Birinchisi, kamyob va kutilmagandir. Outlier. U o'tmishdagi tajriba va kutishlarimizdan tashqarida sodir bo'ladi. Uni standart usullar bilan bashorat qilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, juda katta ta'sirga ega. Extreme impact. U sodir bo'lganda hamma narsani, bozorlarni, siyosatni, texnologiyani, hatto shaxsiy hayotimizni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Uchinchisi, retrospektiv bashoratlilik. U sodir bo'lib bo'lgandan keyin biz orqaga qarab, unga olib kelgan sabablarni topishimiz va buni oldindan bilish mumkin edi deb o'ylashimiz oson bo'ladi. Bu yerda yana hindsight bias ishga tushadi. Tarixdagi ko'plab muhim voqealar, masalan, Birinchi jahon urushining boshlanishi, internetning paydo bo'lishi, Sovet ittifoqining qulashi, 11-sentyabr voqealari, 2008-yilgi moliyaviy inqiroz. Bularning barchasi ma'lum ma'noda qora oq qushlardir. Ular kutilmagan edi, lekin dunyoni o'zgartirib yubordi. Taleb bu g'oyalarni shunchaki nazariyachi sifatida emas, balki ko'p yillik amaliyotchi treyder sifatida ham ilgari suradi. U o'z tajribasida ko'p marta guvoh bo'lgan. Treyderlar yillar davomida kichik-kichik foyda ko'rib,
o'zlarini muvaffaqiyatli hisoblashlari mumkin. Ammo bitta kutilmagan katta bozor harakati, kamyob hodisa ularning ko'p yillik yutuqlarini bir necha kun yoki hatto soat ichida yo'qqa chiqarishi mumkin. Shuning uchun Talebning fikricha, haqiqiy tavakkalchilikning boshqarish bu kundalik kichik tebranishlar, shovqin bilan ovora bo'lish emas, balki aynan mana shu kamyob, ammo halokatli bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalarga e'tibor qaratish va ularning potensial zararini minimallashtirishga urinishdir. Xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi 3-suhbatimizda biz tasodifning yanada murakkab qirralarini ko'rib chiqdik. Birinchisi, dunyoning ko'p muhim sohalari asimetrikdir. Ya'ni natijalar notekis taqsimlanadi. Taleb buni ekstremistdan deb ataydi. Ikkinchisi, o'tmishdagi kuzatuvlarga asoslanib, kelajak haqida xulosa chiqarish induksiya muammosi tufayli juda xavflidir. Kurka misolini eslang. Uchinchisi, ekstremistdan dunyosida natijalarni ko'pincha kamyob, kutilmagan, ammo katta ta'sirga ega hodisalar, qora oqqushlar belgilaydi. Asosiy xulosa shuki, biz dunyoni oddiy, chiziqli va bashorat qilsa bo'ladigan deb o'ylashdan voz kechishimiz kerak. Ayniqsa moliya, biznes va texnologiya kabi sohalarda ekstremal hodisalar normaning bir qismi bo'lishi mumkin. O'tmishdagi barqarorlik kelajakdagi xavfsizlikni kafolatlamaydi. Bu bizni umidsizlikka tushirish kerakmi? Yo'q. Bu bizni yanada hushyor, kamtarin va kamyob hodisalarning ehtimolini inkor etmaydigan bo'lishga undash kerak. Garchi qora oqqushlarni bashorat qilib bo'lmasa ham, ularning potensial ta'siriga tayyor turishga harakat qilishimiz mumkin. Keyingi 4-qismda biz tasodifning bizning hissiyotlarimizga, hasad, afsus qanday ta'sir qilishi va unga nisbatan qanday amaliy yondashuvlar, hatto falsafiy qarashlar mavjudligi haqida gaplashamiz. Agar bugungi suhbatimiz sizni o'ylantirgan bo'lsa, like tugmasini bosing va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Sizningcha, bizning jamiyatimiz qaysi dunyoga ko'proq o'xshaydi? Mediokristanmi yoki ekstremistdanmi? Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.